inson singlisi bo'lsin, opasi bo'lsin yoki bir qorindan talashib turgan bir rahmdagi singlisini demak hurmati ham farzand ko'rib qizdim yoki onani bo'lsin, otani bo'lsin, qizi bo'lgan qizni ham darajasini barobar ekanligini ushbu hadisda ko'rsatadilar. Kimning 3 ta qizi bo'lsa yoki 3 ta singlisi bo'lsa yoki 2 qizi yoki 2 singlisi bo'lsa, ularga go'zal munosabatda bo'lsa va ularni haqqida Allohdan qo'rqsa, unga jannat bo'lsin dedilar. Bu muborak hadis nafaqat qiz farzand bo'lishligi, hattoki singilni ham hurmatini joyiga qo'yishlikka undalardi.